Bir yigit aytadilar. Onam o'tib ketdilar. Bir kuni o'ylab xayolimga bir fikr keldi. Shu onamni dugonalarini bir aylantirib xursand qilib kelsam, ayolim bilan maslahatlashib sanasak, ro'yxat qilsak 11 ta onaxon bor ekan. Onam tengi, onam atrofida shu to'y ma'rakalarda birga yuradigan onam tengqur onaxonlarni bitta vaqtni tayinladik. Mashina gaplashib qo'ydim. Keyin Parkentda so'qoq degan joy bor ekan, o'sha yerga olib bordim deydilar. Mashinaga solib yigitlarni yubordim, oldinroq joy qilib turishdi. Ko'k somsalarini qo'yib, shashliklarni yedirib, hammasi xursand bo'lib bir 2 soat o'tirishdi. Qaytishda yo'lda to'xtab har bittalarini qo'llariga meva olib berdim deydilar.